vasiyat qilib qo'yganman. Menga biron narsa bo'lsa uylantirib qo'yasanlar hammang. Mana hammani qiladi. Kamtar u bo'ladi, kamtarlikda emas. Allohim ya Rab, nafsimga hokim qil, nazarimni to'q qil deb so'rayman. O'pkamni bos deyman. Hech narsa qulog'i eshitgan, maqtovlarda eshitgan qulog'imni kechir. Ko'rgan ko'zimni xursand bo'lib yurgan qalbimni kechir deyman. Это не moyo. O'zi berdi, o'zi olmasin. Bilasizmi? Beradi Alloh. O'pkamni bosib qo'ydi, ancha bosilganman. Oldingidan ancha bosilganman. Men degan so'zni ishlating, chunki mana anaqa Alloh biz Qur'onda o'qirsiz biz deb aytadi Alloh. Bir joyda ikki joyda men deb keladi. Qolgan joyda biz deb keladi. Alloh ikkita mendan bitta biz qilyapsiz-da hozir. Mana ko'p eringizni oldinga chiqazasiz. Lekin bu odamsiz bilaman. Chetgacha yetib kelmas edim. Yo'q, uni sizdan kuchliligini, sizdan tadbirkorroq, nima aqlliroq ekanligini tez ta'kidlaysiz. Mana ko'p san'atkorlarimiz, ayollarimizni shuni aytmoqchiman. Ko'rdimda, men to'g'risi shu men неприятно deydimi? Ikkita mendan bitta bizga qanday yetib keldingiz demoqchiman-da. Bilasizmi, tashqaridan qarang, erkak kishi. Masalan, agar meni boshimda meni xo'jayinim bo'lmasa, meni bolam gap otaveradi, meni bolam ham gap otadi, meni nima ekanini bir qo'lsab ko'radi, boshqa yoqda erim bor bilan unaqa turibmiz, ishni birga qilyapmiz. Bu odam meni har tomonlama himoya qiladi. Avvalo Alloh, oxir Alloh. Allohdan tilaganim haqiqatdan Alloh unaqa qiladi. Endi erlarda biram endi janjal bo'ladi bizda ham. Uvol qilib isrof qilganini ham ko'ryapman-da. Haligi erni er o'rnida ko'rmaydi. Xuddi bir avut bilasizlarmi? Man, tak, stop. Sen bir ish qilayotganingda yoningda ering bormi? Sen klip olayotganingda, erkaklarning ichiga ashlatganini kirasan, ering bormi yoningda? Himoya qilib turadigan. Это уже polpobeda. To'g'ri. Lekin o'sha haqiqatga yetib kelishga vaqt kerakmi deyman-da. Vaqt emas, ashqavoq ham kerak ozgina. O'z tagi yo'q bo'lsa, tagi yo'q bo'lsa, o'lik-o'likgacha boshqa odamlarni qarasangiz 80 yoshda ham manlab turgan bo'ladi. U уже kirmaydi. Tushundingizmi? Alloh xayrli umr bersin, qancha bersa. Men uyimdagi bolalarimga ham aytganman, mana men so'zim. Navaralarimga ham yig'ib aytganman-da. Если со мной что-то случится, имейте в виду, manatdan chiqara ko'rma, go'rda tikka turaman, uylantirmanaqa deyman. To Mansur dodadan keyin ayolni chiqarib olish mumkin, lekin Mansur doda doda deb, ham dada, ham doda deb qabul qilasan. Agar menga biron narsa bo'lsa, uylantirib qo'yasanlar hammang. Будете его любить так, как вы сейчас любите. Ничего не меняется deb vasiyat qilib qo'yganman. Mало ли что, всякое бывает. Aytish vazifamiz. Sen yaxshi ko'rgan onangni yaxshi ko'rgan eri bor edi. Считайте с этим. Tushunyapsizmi? Uni aytmasa tirikligida. Issiqjon, сколько мне осталось? Я больше половины жизни прожила. Qolgani bonus. 60ga chiqdim bu yog'iga. Yo'q, to'g'ri. U yog'iga Xudo poshsha. To'g'ri. Endi-chi krasiva kun botishda ham Alloh go'zalini bersin. Shunga intilish kerak. Allohdan shuni so'rash kerak. Iymonsiz qaritmasin. Iymonsiz qaragan ham ko'p. Men kechagida Moskvada ko'rib juda xafa bo'ldim. Ro'mollilar ham ichib o'tirganini ko'rib, o'shalarga ichim og'ridi-da. Nimaga o'randilaring, azizlarim? To'g'ri. Bu keragi yo'q bu narsani. Xunuk ko'rinyapti tashqaridan. Askолько это неправильно yo'qda o'zi biladi. To'g'ri. Tushunyapsizmi? Biz yana o'shaning uchun men hamma o'rgangan ham namoz o'qiydi deb o'ylamayman. Ko'pchilik o'qimaydi. Astoydil Alloh degan odam Allohdan qo'rqadi. Suniylik ko'paydi. Mani kim nima desa deyursin. Men mingdan ming roziman. G'iybatimni qiladimi, boshqa bir xil paytda g'iybat qilayotgan odam ham fanat. Hasad bilan sevgi aralashib ketadimi deyman-da. Hasad qilganda g'ash kelib yomon. Doim sizni kuzatadi. Kuzatadi, mendan больные люди. Yulduz bo'lish qiyin lekin. O'shaning uchun e'tibor qilmay qo'yganman. Men oldingidaqa anaqa umuman e'tibor qilmay qo'yganman. Mana bunaqa ichingizdagi narsalarni shunday aytib tashlaysiz-ku, hali onam o'lganda ham, Halima o'lganda ham men xalq uchun anaqa qildim, men boraman baribir u narsaga. Ichingizga ko'masdi u dardni, to'g'rimi? O'sha dard bilan yashaysiz. Lekin bu yerdagi lafz bor, anaqa bor. O'sha narsani xalq tushunmay qoldi-ku biroz anaqa. Lekin o'zi biladi. Xalq tushunsa, tushunmasa, men bitta narsa aytaman. Agar Allohning kalomini to'g'ri tushunsa, men misolchilik ichimga ham tugib qo'ymayman. Chunki erta indin qachondir olib ketsa ko'rishamiz. O'lim yo'q, ko'chish bor. Allohni tanigan odam, iymoni butun odam bunga ishonadi. To'g'ri. Qancha hozir ilmiy ishlar qilinyapti. Bu yoqni so'rang, mana dinda